Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan lead maqsadida reklama o'qishni ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi ikkita darsimizda birinchi trafik va SMS maqsadlarida reklamani nastroyka qilishlarini ko'rgan bo'lsak, bugun lead maqsadida reklama o'qishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, lead maqsadi bu nima? Lead maqsadida biz reklama o'qadigan bo'lsak, bizga mijozlar reklamamizni ko'rib, o'z ma'lumotlarini qoldirishadi va shu orqali biz ularga aloqaga chiqamiz va mahsulotimizni sotsak bo'ladi. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz so'zat knopkasini bosib, lead maqsadini tanlab olamiz. Вручную qilamiz. Undan keyingi etapida kompaniya nomi deb yozyapman, lekin buni o'zingizlar sizlar yo'qotgan reklama kompaniyalar nomini nima uchun yo'qotsizlar, qanaqa auditoriyaga yo'qotsizlar, qancha pul sarflayapsizlar degan joylarini berib ketsanglar bo'ladi. Men просто kompaniya nomi deb berib ketyapman. Ikkinchisida bu yerda tanladik. Ikkinchi o'rinda guruhimiz, ya'ni auditoriya. Hop, qaranglar, konversiya degan joyda leadlarni bir qancha usul bilan olish mumkin. Ya'ni biz olishimiz mumkin veb-saytlar orqali. Biz olishimiz mumkin direct Instagram directda avtochat ko'rinishida olib qolishimiz mumkin. Biz bugun yoqadigan yo'nalish bu momentalniy forma. Ya'ni momentalniy forma bu nima? Siz reklamangizni mijoz ko'rdi va Instagram knopkani bosdi, ma'lumot to'ldirdi, yubordi, sizga bo'ldi. Yana o'zini ishini davom etib ketaveradigan forma orqali. Momentalniy formani tanlab, maksimalniy число лидов mana bu yerga qoldiramiz. Mana buni tanlamaymiz, mana buni qoldiramiz va bu bo'yicha men ko'ramiz. Nimada Telegramda balkim batafsil yozib beraman. Sizlar qiladigan ish mana bu. Bu pastligi bu CRM sistemalar bo'ladigan bo'lsa, shunga integratsiya qilgan holda ishlatilgan yo'nalish. Buni tanlaymiz. Budjetimizni berdik. Xo'p, kunimizni agar hech payt o'tgan bo'lsa, yangi kunga o'tkazib qo'yamiz. Bu yerdan auditoriyamizni tanlaymiz. Auditoriyamiz bu yerda Toshkent, ayollar va shirinliklarga qiziquvchi ayollar. Hop, 18 yoshdan 40 yoshgacha. Ayollar. Tak, yana bu yerga kirib desert. Pirojniy. Tak, выпечка qilamiz. Va bu yerda bo'ldi bu joyi. Endi biz reklamamiz qayerga joylashishini endi tanlamaymiz bunda, chunki lead maqsadida reklama yo'qganlarda sizga farqi yo'q. Qayerdan kelishi, muhimi kelishi, ya'ni arzon narxi ko'proq sifatliroq leadlar kelishi. Место размещения shuning uchun tegmaymiz. Oxirida e'lonimiz. Lead maqsadida agar sizlar reklama beradigan bo'lsanglar, e'londa sizlar kompyuterdan reklama tanlab, ya'ni foto, videolarni tanlab reklama o'qishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun so'zat reklama knopkasi turadi. O'tamiz, настроить kreativ bo'limiga o'tamiz. Reklamniy изображение. Men hozir akkauntda bor rasmlarga yoqaman. Mana misol uchun bu akkauntga yuklab bo'lgandim va bunga hozir yoqamiz. Hop, gatov qilib o'tib ketamiz. Endi tagiga matn yozamiz. Olish vaqti keldi. Hop, bu mana yozgani mana botga tushdi. Instagram botga. Hozirroq buyurtma bering desam, Facebook'dagi nimasiga, versiyasiga mana botga tushdi. Tushdi. Endi oxirida описание, ya'ni mana shu joyga yozuvdan mana shu yerga tushishi kerak. Ko'rinmadi, mana shu yerda joylashadi описаниemiz. Va bu yerda mana bu knopkalar bor, ikkita xil knopka. Bu yerga registratsiyani o'rniga xohlagan подробнее versiya bilan uznать стоимость bor. Под заявку xohlaganimizni qo'ysak bo'ladi. Biz registratsiya orqali qilmoqchimiz va bu yerga registratsiya knopkasini qo'ydik.
Shu bilan kreativimiz tayyor. Endi bu knopkani bosganda biza ma'lumotini olishimiz kerak. Ma'lumot olish formasini yarata olamiz. Sozdать formaga bosamiz. Formaga nom beramiz. Xo'p, bu yerda 3 xil formani tipi bor. Biza hozir endi vaqt cho'zmasdan bizga eng ko'plikda olib keladigan nimamiz увеличенный объем. Увеличение объема, uzr. Bosamiz va keyingisida tushib ketamiz. Tak, bizaga mana bu orqasiga fon kerak bo'lsa, foniga rasm qo'ymoqchi bo'lsak, buni tanlab rasmimizni yuklasak bo'ladi. Biza salomlashmoqchi bo'lsak, formani olishdan oldin bu yerga salomlash matnlarini bersak bo'ladi. Va mana asosiysi bu yerda. Bu yerga biza klientdan nima so'rashimizni berib ketsak bo'ladi. Misol uchun mana bu joyga o'z ma'lumotlaringizni qoldiring dedik. Bizga elektron pochtasi shart emas. Va endi mana biza ism va telefon raqamini so'rayapmiz. Tak, shunda bizaga formamizga kirganda srazu ism va telefonni so'raydi. Undan keyin bu yerga Instagram berib qo'ysa bo'ladi. Oxirida завершение, ya'ni tugash qismi bu yerda murojaatingiz qabul qilindi. Tez orada siz bilan bog'lanamiz deymizda. Перейти на сайт qilib qo'ysak, hamma knopkani bossa, mana смотреть сайt bizani Instagramimizga o'tib ketadi. Buni nomini o'zgartirib qo'ymoqchi bo'lsak, mana istaymiz sahifa deymiz. Sozdать formani bossak, bizda forma tayyor. Va bizani nimamiz, lidlarimiz mana shu forma orqali bizga o'z ma'lumotini qoldiradi va bizga shu to'ldirgan ma'lumotlar kelib tushadi. Va bu yerga opublikovать knopkasini bosadigan bo'lsak, bizning reklamamiz ishga tushadi va bizga mijozlar o'z ma'lumotini qoldirishni boshlaydi. Mana Instagramda qanaqa, Facebookda qanaqa ko'rinishi. Hammaga rahmat. Agar sizlarda savol bo'lsa, kommentariyada bemalol beringlar. Yana ham to'liq, yana ham ko'proq ma'lumotlar Telegram kanalimda bemalol o'tib ko'rsatib bo'ladi. Bu videolar boshlang'ich birinchi etapdagi target topmoqchi bo'lgan insonlar uchun yana ham chuqurroq, ko'proq ma'lumotlar Telegram kanalida. Hammaga rahmat.